Demak, milliy sertifikat kitobi yechimlarini berishda davom etamiz. Ikkinchi mavzu 120-misolgacha oldingi videolarimizda berganmiz. Bugun 121-misoldan boshlar ekandik. 121-misolda mana shu katta arifmetik amalni hisoblang deyapti. Demak, qaranglar, birinchi men mana buni o'zini soddalashtirib olmoqchiman. Bo'lmasa menda bu yog'ini ko'ra olmayman qanaqa bo'lishini. Demak, 3 ning 4-si plus 3 ning kvadrati plus 1 taqsim, mana 3 7-si minus 3 dan 3 chop chiqsam 3 ning 6-si minus 1 chiqadi. Bu ham barobar 3 ning 4-si plus 3 ning kvadrati plus 1 taqsim 3 ko'paygan. Men buni a kub minus b kubga qo'ymoqchiman. Ya'ni 3 ning 6-si manda 3 ning kvadratining kubi, 1 esa 1 ning kubi. A kub minus b kub formulasi nima derdi? A minus b a kvadrat plus ab plus b kvadrat edi. O'sha formula bo'yicha qo'ysam 3 ning kvadrati minus 1 ko'paygan nari qolsa 3 ning 4-si plus 3 ning kvadrati plus 1 bo'lib qolar ekan. 3 ning 4-si plus 3 ning kvadratlari ketsa 1 taqsim 3 ko'paygan. Endi qaranglar, men 3 kvadrat minus 1 ni ham 3 minus 1 3 plus 1 qiladigan bo'lsam 1 taqsim 2 kera 3 kera 4 bo'lib qolar ekan. Endi xuddi shunday 4 ning 4-si plus 4 ning kvadrati plus 1 taqsim 4 ning 7-si minus 4 ni soddalashtirsam ham yana 4 4-si plus 4 kvadrat plus 1 tepada. Pastdan 4 ni olib chiqsam 4 6-si minus 1 tepa o'zini yozaveraman yana plus 1 taqsim mahrajda 4 ko'paytirilgan. Mana buni a kub minus b kubga qo'ysam 4 ning kvadrati minus 1 4 4-si plus 4 kvadrat plus 1 bo'lib qoladi. Mana bular qisqarsa 1 taqsim 4 kera. Mana buni a minus b minus a minus b a plus b ga qo'ysam 4 kera 3 kera 5 bo'lib qoladi. Ya'ni 1 taqsim 3 kera 4 kera 5. Demak, bitta ko'payib ketar ekan, va 3 ta ko'paytma bo'lib qolar ekan menda. Ya'ni hammasi bunaqa ko'rinishda bo'ladi. 1 taqsim 2 kera 3 kera 4 plus 1 taqsim 3 kera 4 kera 5 plus keyingisi mana 5 4-si minus 5 bo'lgani uchun 1 taqsim 4 kera 5 kera 6 plus va hokazo. 10 dan oldingisi 9 bo'lgani uchun 1 taqsim 8 kera 9 kera 10 bo'ladi plus 10 ni o'zi 1 taqsim 9 kera 10 kera 11 bo'ladi. Shuni hisoblashim kerak ekanman. Endi e'tibor beradigan bo'lsa qaranglar. Mana buni o'zini 1 taqsim 2 kera 3 kera 4 ni o'zini men 1 taqsim 2 ni olib chiqaman-da. Hammasidan 1 taqsim 2 ni olib chiqadigan bo'lsam 1 taqsim 2 kera 3 minus 1 taqsim 3 kera 4 qilib olsam bo'ladi. Chunki qaranglar hozir 1 taqsim 2 mana bunga 4 ni mana buni 2 ga mahraj berib olsam tepada 4 minus 2 qoladi, pastda 2 kera 3 kera 4 bo'lib qoladi. 2 larni qisqartirib olsam 1 taqsim 2 kera 3 kera 4 chiqadi. Ya'ni o'zini berib boraveradi 1 taqsim 2 ni olib chiqqanimdan keyin. 1 taqsim 2 ni olib chiqsam hammasidan demak 1 taqsim 2 kera 3 minus 1 taqsim 3 kera 4 bo'ladi. Plus keyingisi 1 taqsim 3 kera 4 minus 1 taqsim 4 kera 5 bo'ladi. Plus va hokazo keyingisi 1 taqsim 8 kera 9 minus 1 taqsim 9 kera 10 plus 1 taqsim 9 kera 10 minus 1 taqsim 10 kera 11 bo'lib qolar ekan. Bular to'liq qisqarib 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 6 minus 1 taqsim 110 bo'lib qolar ekan. Endi buni mahraj beramiz. Bunga necha bo'lar? 330 aka umumiy mahraj. Buni 55 ga, buni 3 ga ko'paytirishim kerak ekan. Shunda tepa 52 bo'ladi. 52 taqsim 330 ko'paytirilgan mana bu yoq 1 taqsim 2 bo'lib qolar ekan. 1 taqsim 2 buni 52 ni qisqartirsam 13 taqsim 330 chiqar ekan menda. 26 taqsim. Ana endi 26 taqsim 330 ga qo'shaman 1 taqsim 220 ni. Buni qo'shadigan bo'lsam menda 55 taqsim 660 chiqar ekan. 55 ga qisqartirsam 1 taqsim 12 chiqar ekan o'quvchilar. B javob. Juda zo'r misol ekan, demak, oddiy ishlar bo'lmas ekan. Javobimiz 1 taqsim 12. 122-misolga qaranglar. A va B musbat sonlar uchun a kvadrat minus 1 barobar 2 ning 20-si plus 2 ning 11-si deyapti. Bir nariga olib o'taman. Qarang, olib o'tganimda nima qilaman? A kvadrat barobar 2 ning 20-si plus. Mana 2 ning 11-sini 2 ko'paygan 2 ning 10-si plus 1 qilaman. Demak, bu joydan kelib chiqadi menda a barobar shuni yozavering. A kvadrat barobar 2 ning 10-si plus 1 ning kvadrat. Kvadratlar ketsa a barobar 2 ning 10-si plus 1 chiqar ekan. Endi keyingisiga o'taman. Keyingisida menda b kvadrat minus 1 barobar 2 ning 18-si minus 2 ning 10-si deyapti. Yana mana 1 plus qilib o'tsam b kvadrat barobar 2 ning 18-si minus 2 ning 10-si plus 1 chiqar ekan.
Mana bu 2'nin 10'inchisidan 2 ko'paygan 2'ning 9'inchisi ko'paygan 1 qiladigan bo'lsam, b kvadrat barobar 2'ning 9'inchisi minus 1'ning kvadrati. Kvadratlarni qisqartirib yuborsam, b barobar 2'ning 9'inchisi minus 1 ekan. Mana ikkalasini qo'shda 2'ning 9'inchisiga bo'l deyapti. Ya'ni 2'ning 10'inchisi plus 1 plus 2'ning 9'inchisi minus 1 taqsim 2'ning 9'inchisini hisobla deyapti. Plus 1 bilan minus 1 qisqaradi. Mana bu ikkalasidan 2'ning 9'inchisini olib chiqsam, 2 plus 1 tepada qolib ketar ekan. Makrajda 2'ning 9'inchisini o'zi 2'ning 9'inchilarini qisqartirib yuborsam, javobim 3 chiqar ekan. B javobda turibdi. 123. Demak, mana bu a minus 1 taqsim a minus 2 ekan. Demak, a minus 1 taqsim a minus 2 barobar 5 bo'lsa, mendan so'rayapti a kvadrat, men bu narsani topishimni so'rayapti. Demak, qaranglar-da, bu yerda nima qilishim kerak? Men buni minus 2 qilib yuborsam, ikkala yondan bu yoqdan ham 2 ni, bu yoqdan ham 2 ni ayirib yuborsam, a minus 2 minus 1 taqsim a minus 2 barobar 3 bo'lib qolar ekan. Endi mana bunga a kvadrat minus mendan so'rayapti-ku, o'shani plus 1 taqsim a kvadrat minus 4 a plus 4 ni so'rayapti. X desam, qaranglar, makrajda mana bu turibdi, bu yoqda a kvadrat minus 4 da turibdi. Demak, men tepadan ham shu narsani hosil qilishim kerak. U uchun 4 ni qo'shib yuboraman ikkala yoniga. Shunda menda hosil bo'ladi a kvadrat minus 4 a plus 4 plus bu yoqda 1 taqsim a kvadrat minus 4 a plus 4 bo'ladi. Bu x plus 4 ga teng ekan. Ya'ni mana bu ham a minus 2 ning kvadrat, bu ham a minus 2 ning kvadrat. A minus 2 ning kvadrati plus 1 taqsim a minus 2 ning kvadrati barobar x plus 4 bo'lib qolar ekan menda. Ya'ni mana shu a minus 2 ning mana shu narsani topsam bo'ldi, menda x kelib chiqadi. 4 ayirib yuborsam bo'ldi. U uchun mana bu ikkalarni kvadratga ko'taraman. Kvadratga ko'taradigan bo'lsam, a minus 2 ning kvadrati bo'ladi, minus 2 ko'paygan bu kara a minus 2 kara mana bu 1 taqsim a minus 2 bo'ladi. Plus mana buni kvadrati 1 taqsim a minus 2 ning kvadrati barobar 3 kvadrat 9 bo'ladi. Endi mana bu a minus 2 lar ketib plus 2 bo'ladi. Plus 2 ni bu yoqqa olib o'tsam, a minus 2 ning kvadrati plus 1 taqsim a minus 2 ning kvadratini o'rniga x plus 4 qo'yaman. X plus 4 barobar 9 plus 2 11 bo'lib qolar ekan. Bu yerda x topsam 7 chiqar ekan. Javobim C javobda. Yaxshi, keyingi misolim 124-misolda aytyapti. A kvadrat plus a plus b taqsim mana shular bo'lsa, men topishim kerak ekan bu ifodani. Yaxshi. Bu misolda qaranglar. Avval men bunaqa qilib olaman hammasini. A kvadrat plus a plus b taqsim a plus b kelyapti menda. Buni o'zini ham men bunaqa qilib olaman. A kvadrat taqsim a plus b plus a plus b taqsim a plus b qilib olaman. A plus b'lar qisqarsa, demak a kvadrat taqsim a plus b plus 1 bo'lib qolar ekan. Mana bu ham b kvadrat plus b plus c taqsim b plus c ham xuddi shunday. B kvadrat taqsim a plus b plus c taqsim b plus c qilib olsam, b plus c larni qisqarar ekanda b kvadrat taqsim a plus b plus 1 chiqar ekan. Mana bu narsani c kvadrat minus c minus a taqsim c plus a ni c kvadrat taqsim c plus a minus c plus a taqsim c plus a qilsam, c kvadrat taqsim c plus a plus 1 chiqar. Minus 1 bu. Endi uchalasini qo'shib yuborsam, a kvadrat taqsim a plus b kvadrat taqsim a plus b plus c kvadrat taqsim a plus b emas ekan, bu b plus c, bu ham b plus c. B kvadrat taqsim b plus c kvadrat taqsim c plus a. Birga birni qo'shsam 2, 2 dan 1 ayrsam 1. Demak, plus 1 barobar 7 bo'lib qolar ekan. Plus 1 shunday ayirish qilib o'tsam, a kvadrat taqsim a plus b kvadrat taqsim b plus c va c kvadrat taqsim c plus a barobar 6 chiqib qolar ekan menda. B javob. 125-misol. 125-misolda aytyapti. A taqsim b plus b taqsim a plus a taqsim c va hokazolar bo'lsa, da a b c teng a b plus b c plus a c bo'lsa, a plus b plus c ning ifodaning qiymatini toping deyapti. Demak, qaranglar, avval makraji a bo'lganlarni bir-biriga qo'shaman. Makraji a bo'lganlarni qo'shsam, b plus c taqsim a bo'lib qoladi, plus. Makraji b bo'lganlarni bir-biriga qo'shsam, a plus c taqsim b bo'ladi, plus.
Makraji C bo'lganlarni bir-biriga qo'shsam A plus B taqsim C teng 9 bo'ladi. Endi qaranglar, men nima qilmoqchiman? Men 9 o'rniga 6 plus 3 yozaman. Yo, men 9 o'rniga 9 ga 3 qo'shaman. Bu yoqqa ham 3 qo'shishim kerak bo'ladi. Ya'ni plus 3 qilaman. Mana bu 3 ni endi qaranglar. B plus C taqsim A plus 1 qilaman. Plus mana buni A plus C taqsim B plus 1 qilaman. Plus A plus B taqsim C plus 1 qilaman. Bu yoq 12 bo'lib qoladi endi. Ya'ni mana bu plus 3 ni men 1 qilib maydaladim. Shunda bu yog'imda menda A plus B plus C taqsim A bo'ladi. Plus bu yog'imda A plus B plus C taqsim B bo'ladi. Plus bu yog'imda A plus B plus C taqsim C bo'ladi barobar 12. Endi mana bunga A, B makraj berishim kerakmi? Umum makraj berganda. Mana bunga B, C makraj berishim kerak. Bunga A, C. Yozib olaman. A, B, mana bunga 12 A, B, C makraj berishim kerak. A, B ko'paygan A plus B plus C bo'ladi. Plus B, C ko'paytirilgan A plus B plus C bo'ladi. Plus A, C ko'paygan A plus B plus C bo'ladi. Bu yoqda esa 12 ko'paygan A, B, C bo'ladi. Endi hammasida A plus B plus C bor. Ochib chiqaman A plus B plus C. Olib chiqsam mana qavsda AB plus BC plus AC barobar 12 ko'paygan ABC edi. Endi mana bu shartga qaytadigan bo'lsam ABC barobar AB plus BC plus AC edi. Ya'ni mana bu bilan ABC bir-biriga teng edi. Bularni qisqartirib olsam mana kelib chiqadi A plus B plus C barobar 12 ligi. O'zi A plus B plus C ni so'rayotgandi. 12 chiqar ekan. Yaxshi. 126-misol. 126-misolda x taqsim 2z teng y taqsim x teng 3z taqsim 2y bo'lsa, teng a bo'lsa, quyidagini hisoblashimiz kerak ekan. Demak, bu misolni ishlash uchun qaranglar. Avval a ni topib olishim kerak. A ni topib olmasam, bu o'rniga qo'yamanmi, boshqa qilamanmi, misolim chiqmay qoladi. A ni qanday topaman? Qaranglar. Demak, mana bu yerdan x taqsim 2z teng a ligidan kelib chiqadi. X teng 2az ligi. Keyingi qadida mana y taqsim x teng a ligidan kelib chiqadi. Y teng x ko'paygan a ligi. Ana endi x o'rniga mana bu yerda topganim keltirib qo'ysam 2az ko'paygan a bo'lib qoladi. Ya'ni 2a kvadrat z bo'lib qoladi. Endi keyingi qadidan 3z teng 3z taqsim 2y teng a ligidan kelib chiqadi. 3z teng 2y ko'paygan a. Bu yerdan z topsam 2y ko'paygan a taqsim 3 chiqadi. Y o'rniga mana buni keltirib qo'ysam 2 ko'paygan 2a kvadrat z ko'paygan a taqsim 3 bo'lib qoladi menda. Z larni qisqartirib olsam 1 barobar 4a kub taqsim 3 chiqar ekan. Bu yerdan a kubni topsam 3 taqsim 4 ekan menda. Ya'ni a ni topsam kubinchi ildizosi 3 taqsim 4 ekan. Endi misolga qaytaman. Endi mana bu x o'rniga topuvdim-ku, x 2az chiquvdi, y 2a kvadrat z chiquvdi, z mana bu chiquvdi. O'chalarni mana bu ifodaga keltirib qo'yaman. X o'rniga qo'ysam 2az qo'yaman minus y o'rniga mana buni qo'yaman 2a kvadrat z qo'yaman plus 6 ko'paygan z o'rniga mana topganimni keltirib qo'yaman. Z manda 4a kub z taqsim 3 chiqdi. Shuni qo'yaman. Demak 4a kub z taqsim 3 ni qo'yaman. Makrajimda ham keltirib qo'yaman. 2z o'z turaversin minus x o'rniga yana 2az qo'yaman plus 4 ko'paygan y o'rniga 2a kvadrat z qo'yaman. Barobar. Endi mana 6 bilan 3 qisqartirsam 2, tepani ko'paytirib olsam 2az minus 2a kvadrat z plus 8a kub z bo'ladi. Makrajida esa 2z minus 2az plus 8a kvadrat z bo'ladi. Tepani hammasidan a'ni olib chiqaman. Tepani hammasidan a'ni olib chiqadigan bo'lsam 2z minus 2az plus 8a kvadrat z bo'lib qolar ekan. Makraj esa o'zi 2z minus 2az plus 8a kvadrat z chiqar ekan. E'tibor bersangizlar, mana bular to'liq qisqarib a ni o'zi chiqib qolyapti. Demak, a ni o'zini qiymatini topuvdim men kubinchi ilzosida 3 taqsim 4 deb. Demak, javobim ham kubinchi ilzosida 3 taqsim 4 chiqar ekan. Yaxshi, biz navbatdagi misollar yechimini ham berdik. Bu yoq sal
kattaroq misollar bo'lgani uchun mana 6 ta misol bilan yakunlaymiz. Keyingi misollarda ko'proq misollar yechimlarini berib, qiziqroq misollarning yechimlarini berishda davom etamiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va albatta Telegram kanalga qo'shilib qo'ying. YouTube'da tezroq 100 tadan o'tishimiz kerak. Telegramda esa 1000 tadan o'tishimiz kerak. Hammaga rahmat.